Hammaga salom, sizlar Glitchus kanaldasizlar. Bugungi videoda 911 Cannibal yoki bo'lmasa 911 Cannibal deb ham atashingiz mumkin. Demak, men o'yinni boshlayman, gap cho'zib o'tirmayman, qochishga harakat qilamiz bugun bu o'yinda. Xo'sh, birinchi o'chirtda mana bu yerga kelib, bu yerdagi o'sha mana bu atmichkani olishimiz kerak. Keyin esa qulfni buzamiz atmichka yordamida. Qulfni ustiga bosinglar va keyin qulf tushib ketgandan keyin ochinglar. Endi bizga kerak narsalar izlaymiz. Bu yerda nima bor? Xo'p, bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda xo'p. Mana shu yerdagi mana shuni ochishimiz kerak, ikkinchini. Xo'p, bu yerdan qaychi chiqadi, lekin qaychi qayerga ishlatilishini umuman bilmadim. Bu o'yinda tugallanishda bitta emas ekan. Xo'p, mana bu yerda ekan, o'sha bizga kerakli bo'lgan perchatkalar. Mana bu yerga olib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki manyak hammasini birdaniga sezar ekan. Xo'p, kalitni oldik. Endi navbat mana bu yerni ochishimiz kerak bo'ladi. Keyin xo'p, aytaman, bu o'yinda tez qochishga harakat qilaman, ya'ni speedrunga o'xshagan. Xo'p, ko'ramiz bugun qanchada qocha olar ekanman. Xo'sh, qani, mana bu yerni ochishinglar kerak bo'ladi o'sha yordamida. Keyin qulfni tushirib olasizlar, o'tiringlar, keyin shovqin chiqib ketadi. Manyak kelishdan oldin hamma yoqqa shunaqa qilib to'g'rilab ketinglar. Ya'ni eshik yopib, qulf ustiga bossanglar, o'zi yopilib qoladi. Xo'p, bu yerda ham shu ish qilishimiz kerak, chunki bilib qolmasligi kerak manyak. Manyakimiz qanaqadir boshiga cho'chqan niqobini kiyib olgan bir erkak kishi bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz qanchalik xo'p, ko'ramiz. Bizni tekshirgani keladi hozir. Shu yerda kutib turaman men ham. Xo'p. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yana qaysi horror o'yin o'ynab ko'ray. Xo'p. Xo'sh deydi. Qani, shoshmay tur. Bu yerda nimadir boshqacha. Xo'sh, bu gaplar nimaga o'xshatyapti aytaymi? Bu xuddi menga eslatvordi Metal horror o'yini. To'g'ri, o'yinni o'ynab ko'rmaganman, lekin tushunchaga egaman. Ko'rganman ko'p videolarni. Xo'p, bu yerni ochib ko'ryapman. Miyamga keldi, manyak bor paytda shu yerda ochsam nima bo'ladi degan. Yana shu qulf ustiga bosib, eshikni ochib ketsanglar bo'ladi. Endi mana bu yerda ana o'tirgan ekan latta. Aynan shuni izlab yurgandim. Shu vaqtdan foydalanib lattani suvlab olamiz, keyin yana yopamiz. Xo'p, bu yerni ochamiz endi. Xo'sh, qani, bu yerda mana shu narsa ham bo'lsa kerak edi. Predohranитель. Qani, mana bu yerdagi qorani o'chirib yorib, qaranglar, 46-3. 46-3 boshidagi o'sha qatordan birinchi yozilish kerak. Boshidagi qatordagi sonlar birinchi yozilish kerak edi. 46-3, ya'ni 463. Xo'p. 4 6 3 ochildi. Сработало. Xo'p, endi bu yerdan tepaga chiqadigan kalit olishimiz kerak bo'ladi, qani. Xo'p, ochdim. Oldik. Endi yopib qo'yish kerak, chunki manyak kelganda yopib turish kerak. Biz hali ishimiz unchalik tugagani yo'q. Xo'p, ko'ramiz. Kalitni eshik ochamiz. Xo'p, mana bizga animatsiya ko'rsatyapti. Xo'p, nima ekan? Bu yerda manyak o'zini ishi bilan shug'ullanadi. Pichoq tushib ketdi, qani. Bolani qo'lim. Sen kuching faqat bolalarga yetadimi? Chiqoq ekansan, unda boshqaga kuching yetmas. Xo'p, bu yerni ochamiz, predohranitelni mana bu yoniga joylashtirib yopib qo'yamiz. Xo'p, endi nima qilishim kerak edi? Kalitni olamiz. Nima qilishim kerak? Xo'p. Predohranitelni joylashtirdim. To'xtanglar, nima qilishim kerak edi? Xullas, bolalar aylanib yurib esimga tushib qoldi. Mana bu yoqqa yopib olinglar, to'xtanglar. Yopib olishim shart emasdi. Mana buni tokka ishga tushirganimizdan keyin bu yoqqa ochishimiz kerak edi. Keyin bu yoqdan bizga smaska beradi. Bu yerni yana yopib qo'yishimiz kerak, chunki hali manyak kelib ketish kerak edi bir marta. Xo'p, qani, endi mana bu yoqqa ishlatamiz buni. Moylab turib, keyin buni ochib olganimizdan keyin shovqin chiqib ketadi. Keyin yana yopib kirib olishimiz kerak bo'ladi o'z qafasimizga. 15 sekundda kelar ekan manyak. Xo'p. Bu kompaniyani boshqa o'yinlari ham bor ekan. O'shani ham o'ynab ko'ramiz agar bu videoyim yaxshi tomosha yig'sa. Xo'p, ko'ramiz. Qani endi ko'zdan qochirmasligim kerak. U pastga tushadi-da, oyog'ini o'chirish uchun nima deydi? Skydriver tashib ketadi. Atyorka. Keyin bilib olasizlar qochish yo'g'ini. Spoiler qilmaydi. Xo'sh. Ataylab eshikka ovozi eshitilishi uchun kutib turibman. Ya'ni tepaga chiqib eshik yopgan ovozini ham eshitiladi. Xo'p, qaranglar, bu qishda bolani o'g'irlab ketgan.
Ya'ni personajimizni o'g'irlab ketgan qishda. Keyin yana nima podvalga qamab qo'yib sovuqqa. Shu qadar ham vahshiy bilan babiydi. Muzlatgichga qo'yib qo'yganda как будто go'sht to'g'rimi? Hop, skydriver oldik, atvertkani keyin eshikni ochamiz. Bo'ldi endi, yopmayman eshigini ham, o'liging chiqsin deb mana bu yoqqa kelamizda. Buni har bitta nima deydi, bu o'sha joylarni ochib chiqamiz atvertka yordamida. Keyin buni ko'tarib, hammani ularni o'chiramiz, buni yoqamiz, xullas bosib chiqdim. Qani endi boya olgan kalitim bor mana. O'shani ishlatamiz bu yoqqa. Hop, ochildi, sirrazi kirib, sirrazi eshik yopib, mana buni trap qo'yish kerak. Hop, endi kalitni olib yoqdagini ham tez bo'l. Buzib chiqmasin, tez bo'l. Kalitni ishlat, tez. Qochishim kerak, qoch. Qoch, yugur debdi. Qani uzoqqa keta olmaysan deb aytdi. Hop, o'yinimiz tugadi. Hop, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qanday o'ynay. Demak, bugungi o'yinimiz shu joyda tugaydi va men aytganimdek bu o'yinni yuta oldim.